belab qo'ydi. Hilola eshikdan kirib, bolani emizib, uxlatmoqchi bo'ldi. Bola negadir ijirg'alanib, hech uxlolmasdi. Qaynona keliniga bemalol kirini yuvib, hovlini supurib ishlarini qilib olishini, bolani o'zi tebratib uxlatib qo'yishini aytdi. Hilola o'choqqa o't yoqib, suv isita boshladi. Suv isigunga qadar hovli ishlarini qilib oldi. Uy ichidan bola yig'isi, ovozi eshitilib turardi. Hilola kirni kir mashinasiga solib, uyga kirib bolani beshikdan yechib olishni oyijonisidan iltimos qildi. Qaynona esa, biz ham beshikda 5-6 ta bola katta qilganmiz. Bir kun kechgacha yotsa hech narsa qilmaydi. Bolani emizib, ishingizni bilib qilavering, dedi kesatib. Hilola bolani yana emizib, kirini yuvgani chiqib ketdi. Bola yig'idan to'xtamas edi. Buvijonisi beshikni qattiq tebratishni to'xtatmas edi. Hilola 3 soat ichida butun boshli oila kirini yuvib tugatolmay, bolani yig'isiga chidolmay yana uyga kirdi. Bola yig'idan tolib, ko'zlari suzilib qolgandi. Kelin yana oyijonisiga yuzlandi. Oyijon, nevarangizni hech bunaqa odati yo'q edi. Keling bir yechib, orqalarini silab, yana boshidan beshikka bog'lab qo'yamiz. Yo'q demang oyijon, deb yalinar edi. Qaynona noiloj rozi bo'ldi. Hilola beshikdan bolani yechayotib, qo'li ho'l bo'lganini sezdi. Siydik yoyib uxlolmabdi-da deb o'ylanib, ne ko'z bilan ko'rsinki, bu siydik emas, qon edi. Bolani belayotib, beshikni ko'zdan kechirmagandi. Beshikning tuvagiga kalamush kirib olgan edi. Hilola shok holatiga tushib qoldi. Bu holatni ko'rgan qaynona baqir-chaqir qilib qo'shnilarni chaqirdi. Kimdir tez yordamni chaqirib qo'ydi. Tez yordam kelib, ona bolani kasalxonaga olib ketdi. Bola ko'p qon yo'qotgani va kalamushning zaharli tishlaridan zaharlangani uchun 3 kun reanimatsiya bo'limida yotib, 4-kuni olamdan ko'z yumdi. Onaizor savdoyi bo'lib qolgandi. Qaynona qilgan ishidan ming pushaymon bo'lmasin, nevarasini ortga qaytarishni ilojisi yo'q edi.